Va nihoyat bugun APL start oladi. FIFA kunlari tugab, klublar futboli boshlanganiga 1 hafta bo'ldi. APL qo'shimcha yana 1 hafta dam oldi. Mana 20 kunlik tanaffusdan so'ng bugun APL start oladi. Xullas 32-turga start beriladi. Bugun turni West Ham va Wolverhampton jamoalari ochib berishadi. Ikkita APLda qolish uchun kurashayotgan jamoalar. To'g'ri, Wolverhampton deyarli xat tushib ketishi, West Hamda hali imkoniyatlar bor. Qiziqarli o'yinlar ko'p. Markaziy o'yin shubhasiz Chelsea va Manchester City o'rtasida bo'lib o'tadi. Lekin biz yana 3 kun kutamiz. Ozgina sabr qilinglar, 3 kun. Yana 3 kun kutamiz. Dushanba kuni, dushanba tunida Manchester United Old Traffordda Leedsni qabul qiladi. O'yinga to'xtalishimdan oldin jonli efir qatdan topishinglarni aytib o'tib ketaman. Instagram videosi ostida Telegram kanalimiz bor, United Zone. Shunga kirib, obunani bosib qo'ysanglar, obuna bo'lmaganlar jonli efir o'tkazib olmaysizlar. Umuman klubga oid qanaqa ma'lumot bo'lsa, hammasi Telegramga birinchi tashlanadi. Instagramda keyinroq yoki Instagramda boshqacha baribir yondashuv bo'lasizlar. Telegramda hamma ma'lumotlar, tezkor yangiliklar hammasi baribir Telegramda chiqadi. Telegramga obuna bo'lmaganlar bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar, 10 mingta bo'lishimiz kerak tezroq. Xo'p, o'yinimizga to'xtalsak, o'yin dushanba tunida, ya'ni dushanbadan seshanbaga o'tar kechasi, 13-apreldan 14-aprelga o'tar kechasi Old Traffordda Leedsga qarshi bo'lib o'tadi. Bu derbi, atirgullar derbisi deb ataladi. Buni o'zgarish tarixi bor. Bu haqda video ham qilganman, esingizda bo'lsa. Leeds yaxshi formada, Leeds oldinroq qaytdi, ya'ni FIFA kunlaridan keyin tez qaytdi. Birinchi o'yinni o'tkazib ulgurdi Angliya Kubogida. West Hamni dramatik kechgan o'yinda penaltilar seriyasida chiqarib yubordi va yarim finalga yo'l oldi. Umuman olganda Leeds hozirda APLda qolish uchun kurashyapti. Mana turning jadvalini ham qo'yib ketaman. Leeds, Tottenham, Nottingham va West Ham jamoalari APLda qolish uchun kurash olib borishyapti. Shuning uchun oson bo'lmaydi. Bilasizlar, APLda qolish uchun kurashayotgan jamoadan xavfli jamoa yo'q. Shuning uchun oson deyish kerak emas. United 24 kun dam olgan, kuchga to'ladi, yevorar degan gaplar bo'lmasa, bu ham derbi, ham APLda qolishga kurashayotgan jamoa oson bo'lmaydi. Xabaringlar bo'lsa kerak, keyingi mavsumda APLdan 5 ta jamoa ishtirok etishi rasman ma'lum bo'ldi Chempionlar Ligasida. Ya'ni 5-o'rindan ham chiqadi. Hozirda 3-o'rindamiz, lekin bu degani ana unda Raslavitsa qolishi kerak, bo'shashi kerak degani emas. Maksimum xalq qo'yish kerak, keyin yoshlarni qanaqadir sinab ko'rsa bo'ladi. Lekin hozir ya'ni 3-4 ta tur ham o'yinni kerak bo'lsa yutib, xalq qo'yish kerak. Oxirgi turlarga taqash kerak emas. Xullas shunaqa gaplar. Leedsga qarshi o'yinda jamoaga omad tilaymiz, qo'llab-quvvatlashda va muxlislik qilishda davom etamiz. 3 kun kutaylik, 3 kun o'tib ketadi 3 kun. Ungacha qolgan klublarni kuzatib turamiz APLda.